Diplomatiya Ministerligimiz Amerika tarafından atalmış 2020 yıllık Uyghur İnsani Hukuk Siyasi Kanun loyihasini imzalaganlık to'g'risida bayonot e'lon qildi. Amerika taraf atalmış 2020 yıllık Uyghur İnsani Hukuk Siyasi Kanun loyihasiga imzo qo'yib, qonunga aylantirdi. Bu atalmış kanun loyihasi Jungo Xinjiangning insoniy huquq ahvolini qasddan haqoratlab, Jungo hukumatining Xinjiangni idora qilish siyosatiga zahar qandlik bilan hujum qilib, xalqaro qonunga, xalqaro munosabatning asosiy nizomini oshkor dafsanda qilib, Jungoning ichki ishlariga aralashdi. Jungo hukumati va xalqi buningga qat'iy g'azablandi va qat'iy qarshi turdi. Biz Amerikaga shuni uqtiramizki, Xinjiangning ishlari butunlay Jungoning ichki ishlariga tava. Har qanday chet elning aralashishiga qat'iy bo'lmaydi. Jungo hukumati va xalqning xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qo'llash irodasi qat'iy tavranmaydi. Biz Amerika tarafga xatolikni darhol tuzitib, yuqorida Xinjiang chizishlik qonun loyihasidan foydalanib, Jungoning manfaatiga ziyon yetkazishni, Jungoning ichki ishlariga aralashishni to'xtatish to'g'risida yana bir qatim nasihat qilamiz. Bo'lmasa Jungo tarafininga qat'iy qarshi tadbir qo'llanadi. Buningdan kelib chiqqan barliq oqibatni cho'qim Amerika tarafi ustiga olish kerak.